Ey Allah, bizni nafsimizning saran xohishi va orzularidan saqlagin. Bizni yo'lingga yetaklaydigan, taqvodor, mujohid bo'lgan yaxshi bandalardan qilgin. Bizni boyligini, hayotini, bilimini va hamma narsasini sening yo'lingda xarjlaydiganlardan qilgin. Bizni zolim Xitoy tajovuzchilari bilan kurash qilib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltiradigan iymonli bandalaring qatoridan qilgin. Bizga Xitoy tajovuzchilariga qarshi yordam bergin va bizga marhamat qilgin. Ey Allah, sen Xitoyga va hokimiyatiga sinash uchun bek ko'p mol-mulk, iqtisod, sanoat va nurg'un boyliqlardan. Ey Allohim, Xitoy tajovuzchilari bu boyliqni boshqalarni sening yo'lingdan haqiqatan va to'g'ridan to'sib olishga ishlatyapti. Xuddi bizga irqiy qirg'inchilik yurgizgandek, boshqa millatlarga ham irqiy qirg'inchilik qilishni planlayapti. Ey Allah, Xitoyning mol-mulkini, iqtisodini, butun boyliqini, sanoatini vayron qilgin. Shundaqla ular ishidagi bütün zalimlarni halak qilgin. Ey Allah, bu zalimlarni halak qilish orqali bizga mustaqilligimizni asliga keltirish yo'lini ochgin. Bizga mustaqilligimizni asliga keltirish fursati yaratib bergin. Ey Allah, sen Rahman, Rahimsan. Azdirma ya Rab. Rahmatdan quruq qo'l, yondurma ya Rab. Uyg'urning dadiga chaqirsan seni, rahmaylar qo'l uzat, chandurma ya Rab. Rahmating Uyg'urga qilsin tajalli. Xalqimni vatanda qirg'izma ya Rab. G'azabing Xitoyni bo'g'sin ajallik, yurtimga suiqasdlar qildirma ya Rab. Esilsin darlarga Xi Jinping pushti. Kun yuzi ko'msin avlodi do'sti. Bo'lmasin hech kimning yurtimga qasdi, dushmanga hech rohat ko'rgizma ya Rab. Dushmanning bir-birlab kulkusi o'tsin. Hammasi tamoman mazarga ko'chsin. Vatandan surilsin, do'zaxga ketsin, azobda qolsinlar, o'ltirma ya Rab. Amin. 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.